Kunning yorug' payti, ochiq osmon ostida ko'l yonidasiz deb tasavvur qiling. Ko'lga qarasangiz, unda quyoshning aksini ko'rasiz. Ya'ni siz ikkita turli nuqtalarga qarab, osmonni bitta obyektini ko'rishingiz mumkin. Astronomlar ham xuddi shunaqa eksperiment orqali yuqoridagi savolga javob topishga urinib ko'rishgan. Olimlar biror yulduzni teleskoplar orqali kuzatib, undan keyin qurilmani boshqa nuqtalarga qaratish orqali o'sha yulduzni koinot chegarasiga urilib qaytgan aksini tutishga intilishgan. Ularning fikriga ko'ra, koinotning oxiri bo'lsa, yulduzlardan chiqayotgan nur ana shu oxiriga borib urilib qaytadi va biz uni ko'rishimiz mumkin. Lekin bunaqa hodisani hozircha hech kim kuzata olmagan. To'g'risi, shu ma'lumotni topganimda meni etim juda ham jimillab ketdi. Sababi, tasavvur qiling, koinot shu darajada kattaki, yulduzlardan chiqayotgan nur hali ungacha yetib bormagan yoki ulgurmagan. Yuqoridagi ma'lumotdan shu narsa ayon bo'ladiki, koinotning chegarasi bormi yoki yo'q, biz hozircha bu narsani bila olmaganmiz.